Assalomu alaykum, hurmatli Go Scooter kanali a'zolari. Sizlarga yangi modellarni tanishtirishda davom etamiz. Ikki xil modelimiz ko'rishingiz mumkin. Qora rangda H9 hamda BW01 modellarimiz. Juda chiroyli modellar, juda chiroyli ishlangan, dizaynlari a'lo. Diskalari, hamma joylari ideal holatda turibdi. Ranglari ham ancha chiroyli rangda chiqqan, qora rangda ko'rishingiz mumkin. Hop. Birinchi bo'lib H9 modelimizni sizlarga tanishtirishda davom etamiz. Ko'rishingiz mumkin. Oldida maxsus dugalari bor. Diskalari saka diskali, tormoz sistemasi old tormozi jidkisli, orqa tormozi barabanli. Tomida mana bunday bagajlari ham bor. Bemalol o'zlarining ehtiyojlariga qarab ishlatishlari mumkin. Tepada maxsus chiroqlari ham mavjud. Bu ham kechqurun harakatlanishda juda chiroyli harakatlanishga yordam beradi. Va yana bir qulayligi, pavorotnik chiroqlari bokovoyga o'tkazilgan. Ko'rishingiz mumkin. Farani o'zida ham bor, bokovoyga ham qo'yilgan. Juda chiroyli yonadi bu ham. Hop. Qisqacha rul qismini ko'rsatadigan bo'lsak, elektronli tablo kattagina ishlangan, hamma informatsiyasini ko'rsatadi. Tormoz turi mana jetkisli ko'rishingiz mumkin. Telefon postavkalari bor. Va mana bunda yozning issiq kunida ventilyatorlari ham qo'yilgan. Hop. Skuterimiz akkumulyatoriga to'xtaladigan bo'lsak, akkumulyatori 32 amperli akkumulyatordan naqd 5 ta qo'yilgan. Bu bilan o'rtacha sizlar 50-60 km masofani bosib o'tishingiz mumkin. Motor miyalari 1000 vatli va mana skuterimizning orqasida ham mana bunday bor. O'zingizning ehtiyojlaringizga qarab bemalol ishlataverasizlar. Juda chiroyli holatda chiqqan skuterimiz. Yurishlari ham juda yumshoq va yangilik. Mana bunday qo'shimcha balonlari ham mavjud. Balon razmerlarini so'raganlar uchun 3x10. Skuterimiz orqa ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Orqada maxsus amortizatorlar, orqa qismida maxsus dugalari qo'yilgan. Juda mustahkam, hurmatli mijozlar. Ushbu skuterimizning narxini to'xtaladigan bo'lsak, narxi $900 ga vodiy ichi Andijon, Namangan, Farg'ona joy tanlamaymiz. Qaysi tumanni saling yetkazdirib beraveramiz. Vodiydan boshqa viloyatlarga kelishgan holda dostavka qilib beramiz. Endi navbat BW01 modelimizga. Bu modelimiz ham juda chiroyli ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Ranglari qora. Bu modelimiz asosiy yutuq tarafi, orqa tarafi polni berkilgan. Qishki kunda ham bemalol harakatlana olasizlar. Juda chiroyli ishlangan. Skuterimizning old tormoz sistemasi jetkisli, orqa tormoz sistemasi barabanli qilib ishlangan. Elektronli dvorniklari mavjud, ko'rishingiz mumkin. Hop, skuterimizning rul qismini ko'rsatadigan bo'lsak, maxsus telefon postavka, jetkisli tormoz sistemasi ko'rishingiz. Bu modelimizda ham yozning issiq kunlarini hisobga olib ventilyatorlar qo'yilgan. Hop. Bu modelimiz yana yutuq tarafi mana. Zatning kameralari ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Harakatlanishda qulaylik beradi. USB portlari bor, audio sistema bilan jihozlangan. Skuterimiz akkumulyatoriga to'xtaladigan bo'lsak, akkumulyatori bunda ham 32 amperli akkumulyatordan naqd 5 ta joylangan. 50 km masofani qo'rqmasdan bosib o'tishingiz mumkin. Bu modelimiz ham orqa qismida mana bunday bagaj qismi mavjud. O'zingizning ehtiyojlaringizga qarab ishlataverasizlar. Skuterimiz orqa ko'rinishini ko'rsatadigan bo'lsak, juda chiroyli ishlangan. Orqa stop faralari, albatta zatning kamerasini ko'rishingiz mumkin. Bu modelimiz yonlari temirdan ishlangan. Bagaj qismlari ham juda mustahkam, tom qismlari ko'rishingiz mumkin. Harakatlanishi juda yumshoq. Uncha shovqinlari yo'q. Juda chiroyli ishlangan. Bu modelimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, bu modelimiz narxi $950 ga vodiy ichi dostavkasi bilan yetib boradi. Kimga mana shunday yangi turdagi 3 oyoqli elektroskuterlar qiziq bo'lsa, bemalol pastga yozilgan nomerlarga telefon qilsalar, arzon qilib chiroyli narxlarda yetkazdirib beramiz. Bizda yo'q modellarni so'rasalar ham topib berishga harakat qilamiz, hurmatli mijozlar. Sizlarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Bizni manzilni so'raganlar, manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahrida.